Yakka tuti joylashgan eng hashamatli uylardan biri sotuvga qo'yildi. Xonadonimizni ko'rib turibsiz, 8 sotug' maydonni o'z ichiga oladi. Yakka tut masjidiga atiga 200 metr yaqinlikda joylashgan. Fasadlari keng bo'lgan ushbu xonadonimizni hozir siz 6 sotug'lik qismini ko'rdingiz, 2 sotug' yonidagi qismini sklad uchun mo'ljallashgan ekan. Bu uyimiz tadbirkorlar uchun ayni mos keladigan variantda. Ko'chalari keng. Hozir ishlarni birma-bir ko'rsataman. To'liqligicha har bitta g'ishi pishig'ishda qurib bitkazilgan. Demak, darvozaxonadan o'zi kirishimizda ham mana shunaqangi baland navesimimiz kutib oladi. Chiroyli chiqishi uchun ustimiz foydalanishga e'tibor berib qo'yasiz. Temir rigellargacha hammasiga ahamiyat berilgan. Mana bu yerda esa 10 metr atrofida kattakon mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Podval qismimiz ham mavjud. Sokulli etaj tarzida bo'ladi. Sokulli etajimiz bu tomondan bitta kiradigan yo'li. Ikkinchi tomonimiz zinani pastdan ham kirsa bo'ladi. Jam bo'lib 30 metr to'liqdagi beton bilan ishlab chiqilgan podval hisoblanadi. Xohlasangiz xona sifatida bemalol foydalanishingiz mumkin. Sababi yorug'lik tushishi uchun oynalarni balandroq qilib ishlangan. Endi mana shunaqangi chiroyli rim ustunlari qo'yilgan qismimizdan o'tamiz. Bu yerdan ko'tarilganimizda bu yerda bitta kattakon oilaviy o'tirish uchun mo'ljallangan xonamiz bizni kutib oladi. Mana bu o'ng tomonimizda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, chap tomonimizda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ichida sanuzul bilan birga proyekt qilingan. Tepasiga ham, pastiga ham panellarni bosilgan. To'liq elektr montajlari bitkazilgan holatda bo'ladi. Santexnika uchun ham hamma narsa olib kirib tayyor holatda keltirib qo'yilgan. Uyimiz mana shu yo'lagan alohida baho berib qo'yasiz. Ikkita yoniga, bir tomoniga basseyn joylasangiz bo'ladi, bir tomoniga yashil zona qilsangiz bo'ladi. Yo to'liq yashil zonaga mo'ljallash ham mumkin. Kommunal tarmoqda elektr hamda suvdan muammo yo'q. Endi darvozaxonadan kirganimizda o'ng tomondagi qismimizni ham tushuntiraman. Bu yerda umumiy foydalanish uchun bitta sanuzulimizni joylashtirishgan. Mana bu yerda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzul bilan birga proyekt qilingan. Keyingi qismimizda oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Oshxonamizga ham suv kanalizatsiya hammasini tayyorlab qo'yishgan ekan. Mana bu qismimizda ham yana bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzul bilan birga joylashtirilgan va zinamiz tagida sanuzul plan qilingan. Mana bu yerda esa zina qilib berishadi. Zinani ulgurmay qolishgan ekan. O'shaning uchun zinani o'zlari tayyorlab beraverishadi. Tepa tomonimizda chiroyli manzarada o'tirish uchun mo'ljallangan ochiq ayvonimiz, eng chekkada yana bitta sanuzul moslashtirsa bo'ladigan kattakon spalnimiz va mana bu tomonimizda ham yana bitta xonamizni proyekt qilib ketishgan ekan. Hozir ko'rgan hammasi taxminan 6 sotug' maydonga qurilgan. Endi yondagi qismini ham sizga ko'rsataman. Bu tomonda alohida darvozasi ham bor. Uyimizning o'zidan esa eshik bilan joylashtirilgan. Xohlasangiz bu joyni yopib olishingiz ham mumkin. Demak, asosiy eshigimiz mana bu yerda. Katta yuk mashinalari bemalol kirish uchun baland darvozali e'tibor berib qo'yasiz. Joy qilishgan ekan, bemalol yuklarni tushirsa bo'laveradi. Tadbirkorlarga rosa zo'r variantdagi uy, ishchilar o'tirish uchun hamda hisob-kitob qilish uchun mo'ljallangan o'zini podvalda va tepa qismida bitidan jami yana ikkita xonasini ham plan qilingan ekan, ustlarini to'liqligicha yopib chiqishgan. Bu joy ham elektr montajlari to'liqligicha bitgan holatda bo'ladi. Xonadonimizning hujjatlari 100% joyida, narxi $122 ming, 8 sotix to'liqligicha. Xohlasangiz buni 2ga bo'lib olsangiz ham bo'ladi, yo'q endi o'zingiz didingizdan kelib chiqqan holatda. Egalarning telefon nomerini videoni pastda joylashtirib qo'yganman. Aloqaga chiqib ushbu xonadonni sotib olishingiz mumkin.